Biz to'siq oldida turibmiz. Marshal Grisha menga tushuntirib beradilar. Объясните нам, как надо преодолеть этот путь. Сначала вы начинаете с первого кольца и чисто на руках проходите все этапы. Это один из самых сложных этапов. Здесь очень многие участники потеряли свои браслеты и чипы. Как вы думаете, какая техника поможет им? Только сильные руки и выносливость, как и везде. Juda ham murakkab to'siqlardan biri hisoblanadi. Bu yerda qo'l kuchi kerak, oyoq yerga tegishi mumkin emas va mana shu to'siqni oxiriga borganda albatta qo'ng'iroqni chalib o'tish kerak. Qo'ng'iroq chalinmasa hisoblanmaydi. Demak, ishtirokchilarni kuzatamiz, aynan mana shu to'siqdan ular qanday o'ta olishadi.